Kechasi tez-tez uyg'onasizmi? Prostata bezi sizni bezovta qilyaptimi? Prostamix 14 ta tabiiy giyohdan tayyorlangan kapsulalar prostatit, jinsiy zaiflik va adenomaga qarshi kuchli vosita. Bir hafta ichida siz natijani his qilasiz. Minglab erkaklar Prostamixni tanladi. Sizchi? Bugunning o'zida buyurtma bering va 50% lik chegirmani faollashtiring. Kafolati bor. Natija bo'lmasa pulingiz qaytariladi. 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bog'laning va buyurtma bering. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Ukrainaning Strana agentligining xabar berishicha, Kiyev urushni sentyabr oyida to'xtatishga majbur. Sababi Ukraina Oliy Radasi deputati Ivchenkani ta'kidlashicha, Ukraina qurolli kuchlarini ta'minlash va harbiylarga maosh to'lash uchun mablag' faqat avgust oyining oxirigacha yetadi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri Fyodorov qurol ishlab chiqaruvchi korxonalarga shartnomalar bo'yicha 70% avans to'lab bergan. Qolgan 30% mablag'ni esa sarflab yuborgan. Keyin u Yevropa krediti hisobidan mablag' jalb qilib, birinchi transhni qishda shartnoma olgan kompaniyalarga o'tkazgan. Ammo ta'minlash va ish haqlarini to'lash uchun ajratilgan mablag'larni qanday qilib yangi shartnomalar bo'yicha avanslarga yoki qandaydir boshqa loyihalarga sarflaganini Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov izohlab bera olmagan. Oliy Rada deputati Ivchenkoga ko'ra, Fyodorov lavozimidan aynan shu sababdan ozod etildi. Endi Rossiyani Kiyevga bergan va Ukraina uchun eng yirik yo'qotish bo'lgan zarbaga aloqador xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. First Contact kompaniyasining asoschisi Valeriy Barovkinning ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududidagi qurol-yarog' ko'rgazmasi o'tkazilayotgan poligonlardan biriga juda kuchli zarba bergan. Deep State agentligining bildirishicha, Ukraina qurolsozlar kengashi Ukraina mudofaa sanoati vakillari bo'lgan joyga 24-iyun kuni zarba berilganini tasdiqladi. Kengashni ta'kidlashicha, ko'rgazma o'tkazilayotgan joy haqidagi ma'lumot ochiq manbalarda e'lon qilinmagan. Deep State'ning ma'lumotiga ko'ra, zarba xususiy poligonga berilgan va zarba oqibatida halok bo'lganlar bor. Shuningdek, hududda katta vayronagarchilik yuz bergan. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligining aniqlik kiritishicha, Rossiya qurolli kuchlari zarba bergan harbiy ko'rgazma ishtirokchilari uchun onlayn ro'yxatdan o'tish tizimi mavjud bo'lgan va nashrni qayd qilishicha, aynan shu orqali ko'rgazma haqidagi ma'lumot Rossiya harbiylariga yetib borgan bo'lishi mumkin. Hafta ko'zgusining ma'lumotiga ko'ra, hodisa oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, yuzlab odamlar yaralangan. Qiziq tomoni shundaki, ko'rgazma o'tkaziladigan joy haqida faqat Zelenskiy atrofidagi ishonchli shaxslar xabardor bo'lgan. Bu esa Zelenskiy jamoasida Moskvani ayg'oqchilari borligidan daraklik beradi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot kotibi Yuriy Ignatni 1+1 telekanaliga ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi Ukrainadagi harbiy poligonga 2 ta ballistik raketa bilan zarba bergan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 10 nafar kishi halok bo'lgan va yana 100 kishi jarohat olgan. Yuriy Ignatga ko'ra, Kiyev viloyatida bo'lib o'tgan mazkur tadbirda Zelenskiyning maslahatchisi, flash taxallusi bilan tanilgan Sergey Beskresnov ham ishtirok etgan. Aytgancha, Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatidagi qurol-yarog' ko'rgazmasi tashkil etilgan poligonga 24-iyul kuni berilgan zarbani rasman tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi tadbir u yerda umuman o'tkazilmasligi kerak edi. Rossiya Mudofaa vazirligining ma'lumotiga ko'ra, ushbu ko'rgazmada xorijda ishlab chiqarilgan dronlar namoyish etilgan. Shuningdek, u yerda uchuvchisiz uchish apparatlarini ishlab chiqaruvchi yetakchi mutaxassislar, Ukraina qurolli kuchlarining uchuvchisiz tizimlar qo'mondonligi va Ukraina maxsus xizmatlari vakillari ham bo'lgan. Eshitmaganlar uchun eslatma. Guardian agentligining axborotiga ko'ra, Kiyevda mudofaa vaziri Fyodorov iste'fosi ortidan boshlangan norozilik namoyishlari 9-kun davom etmoqda. Namoyishchilar aksiyaga kartondan yasalgan Fyodorov haykalchasini olib kelishdi. Ushbu aksiyalar ayrimlar tomonidan karton maydon deb ham atalmoqda. Guardian nashrining yozishicha, bu norozilik namoyishlari Vladimir Zelenskiyga tobora kuchayib borayotgan siyosiy bosimni yuzaga keltirmoqda. Endi Eron, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil zarbalari natijasida vayron bo'lgan infratuzilmasini qisqa vaqt ichida qayta tiklagani haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting.
Wall Street Journal agentligining yozishicha, Eron, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil hujumlari oqibatida talofat ko'rgan ko'priklar, portlar, tog'larda joylashgan raketa bazalari hamda ishlab chiqarish obyektlarini qisqa vaqt ichida qayta tikladi. Bu esa Isroilning ayrim amaldorlarida xavotir uyg'otmoqda. Isroilning raketaga qarshi mudofaa va havo mudofaasi kuchlarining sobiq qo'mondoni Ran Koxafni ta'kidlashicha, Tehron sanoat ishlab chiqarishi va vayron bo'lgan obyektlarni qayta tiklash sohasida juda ta'sirli imkoniyatlarga ega. Shu bilan birga New York Times nashrining xabar berishicha, Eron Donald Trampni o't ochishni to'xtatish haqidagi yangi taklifini rad etgan. Ushbu taklifni Tehronga Iroq bosh vaziri yetkazgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Arakchining so'zlariga ko'ra, muammo Amerikaning yondashuvi mantiqsiz, ochko'z va ustunlikka intiladigan yondashuv ekanidadir. Bu gapga esa tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.